16:39. Nimaga bu chiqmaydi? Doim o'zim sudrab yurishim kerak bor-ku. Hozir mana ketyapman. Muncha shoshilasan. Bo'lay tezroq, kech qolib ketamiz. Nima muncha shoshilasan? Menga qara, har safar seni kelib olib ketaman. Bir uyingga haddi pul tiqurmasdan, unda mashina poshina olib qo'ysang bo'lmaydimi? Senga foydasi ham yo'q, qara. Do'stim, men boyligimni senga o'sha ko'chada olib yurmayman. Uyda asrab avalayman, men boyligim. Seni boyligi uyingda. Mislsiz. Mislsiz boyligi uyingda. Menga qara, mashinaga teng keladigan boyliging bor olib chiqqa, shunda mashinani beraman. Joyida beraman. Aniqmi? Aniq. Olib chiq bor. Bo'ldi. Boylik bormish. Bolam, vaqt bemahalla qayerlarga olib ketyapsan? Charchab turgan bo'lsam. Dadajonim, yuring, zo'r ish bor sizga. Yuravering. Sizni yaxshi ko'raman-ku, bilasiz. Dadajon, boringizga shukr. Adasi-yu. Assalomu alaykum ota, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ro'shanxon, o'rtog'ing kelibdi, uyga olib kiravermadingmi, bolam? Yo'q, dadajon, uyga kiramiz, birga shoshilayotgandik. Dada, Ro'shan o'rtog'im otang meni bir duo qilib qo'ysin. Shu mashinamni senga sovg'a qilsam deyapti. Yo'q, ovora bo'ladimi? Yo'q. Yo'q, ota, bizga bermoqchi. Yo'q, Ishonmaysizmi, ana? Mana, ota, bir o'rtog'im duo qilib qo'ying. Ilohi omin. Senga beribdi, bunga ham Xudo bundan ham yaxshilarini bersin. Allohu akbar. Uyga olib kir o'rtog'ingni bo'lmasam, bolam. Rahmat amaka. Ota, endi bir sizni yaxshi joyga olib borib aylantirib keling yangi mashinalarda. Ha? Qanaqa bo'larkan, bolam? Zo'r bo'ladi. Yuring, ota. Keling, dadajon. Do'stim, boyligimni xursandligini ko'rdingmi? Bu meni boyligim. Senikida afzalmikan? Do'stim, ertaga notariusga borsang, mashinang pulini ham berib yuboraman. Otam bir xursand bo'lsin, seni padarga qilibdi deb. Yana bitta gap. Erkak bo'lib ayt, ota-onangning oldiga oxir marta qachon bording? Tushundim o'rtoq seni. Tushundim. Xafa emasmisan? Yo'q. Mashinada ayoling bor ekan. Olgin, men boyligimni aylantirib kelay. Rahmat. Tush mashinadan onasi. Tinchlikmi otajonisi? Tinchlik, yur, tushuntirib beraman ekan. Nima bo'lyapti? Nega mashinamiz qolyapti? Yur, yiroqqa, tushuntirib beraman. Voy, nega o'rtog'ingizga mashinani berib yubordingiz? Do'stimning boyligi meni boyligimdan ham kuchliroq ekan. Ota-onamni uyiga endi peshkom ketamizmi? Birinchi bo'lib meni boyligimni ko'rgani boramiz. Kim sizni boyligingiz? Ota-onam bo'ladi. Ko'zim ochib ketdi o'rtog'im. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada. Vaqtim uchun bor bo'ling dada. G'ururimsiz or bo'ling dada. Vaqtim uchun